Assalomu alaykum aziz do'stlar, hurmatli obunachilar va kuzatuvchilar. Bugun yana men sizlarni o'zim navbatdagi video obzorim tanishtirib o'taman. Ya'ni o'zbekcha va o'rta osiyo vinil plastinkalarni tanishtirib o'tishda davom etaman. Kommentariy izohlarda kimda qanaqa plastinkalar bo'lgan yoki bor va kerak shular haqida ham yozib qoldirsanglar bo'ladi. Videoga like bo'lsanglar va ushbu videoni shunaqangi qiziqadigan do'stlarga tashlab qo'ysanglar bo'ladi, jo'natib qo'ysanglar bo'ladi. Demak, boshladik. Mana bu noyob vinil plastinka Sato ansamblini Afsona, Efsane, Legenda degan vinil plastinkasi 1986-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Mana shuna plastinkani ham tanishtirib o'tay. Minyonni Mansur Toshmatov ham noyob plastinkasi Kung Fu degan qo'shig'i bor. Zaynafonlar mana uchtalik plastinkasi Ozarbayjon tilida aytilgan 81-yil. Yana bittasi Ozarbayjon tilida aytilgan qo'shiqlar bitta. Xo'sh, bu Ozarbayjon tansivanli melodiya asbob qo'shiqlar ekan. Ozarbayjon tilida ekan bu ham. Xo'sh, bu lirические напевы film tatarcha tilida ekan, 82-yilda chiqarilgan ekan. Terma bu ham. Xo'sh, bu chalansin qaytarma bet aralash qirib tatarcha bu ham, qabashshamavi ham bor ekan ichida. Xo'sh, bu Sabriya Ejepova qirib tatarcha bu ham qo'shiqlar. Sabriya Ejepovaning qo'shiqlari ekan. Xo'sh, bu qaytarma degan terma qirib tatarcha bu ham Fevzialiyev bor ekan. Qirib tatarlar mashhur qo'shiqchisi. Bu lirический напев ham qirib tatarcha terma ekan. 82-yilda chiqqan Fevzialiyev. Zarim Almazov. Xo'sh, bu Akmal Po'latovni Davrim taronalari degan plastinka termasi ekan. She'rlarga yozilgan qo'shiqlar bitta muhabbat shamol estradni qo'shig'i bor. Shu Akmal Po'latov she'riga yozilgan va lirический qo'shiqlar. Yaxshi terma. Bu ham maqom goh davom, maqom shosh maqom esda bo'lsa, 20 taligi bor va yana 24 taligi borlik, yana 3 ta chiqib qoldi. Bu ham mana safti chorloq mo'lchaydigoh. Bu maqom buzruk. Meodam mo'lchay buzruk, safti sarvinoz. Odroga xilib feminist hazarlar ekan. Maqom rost. Yana Sabot 9-januarisi bu safti ushoq. Davomlik uchun yangiliklar kelib qolgan uchun tanishtirib o'taydiganim, oldingi plastinkalarımda bular bo'lmaganligi uchun tanishtirib ketaydiganim yangi plastinkalar kelib qolganimga. Shuni aytib o'taydiganimni tanishtirib. Video yoqqan bo'lsa like bo'lsanglar, kommentariy izohlarda kimda qanaqa plastinkalar bo'lgan yoki bor yoki kerak shular haqida yozib qoldirsanglar bo'ladi va videoni shunaqa narsaga qiziqadigan do'stlarga jo'natib qo'ysanglar bo'ladi. Keyingi video obzorlarda ko'rishguncha xayr salomat bo'linglar deb qolamiz.